Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi 316-guruh kursantlari nomidan barcha ustozlar va professor o'qituvchilarni 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan muborakbod etamiz. Sizdan boshlanadi asl tafakkur. Munis muallimlar, sizga tashakkur. Haq yo'linda kim senga bir harf o'qitmish ranjila, aylamak oson emas, oning haqin yuzganchila degan edi Navoiy ustozlarga yuksak hurmat bilan. Haqiqatan ham ustozlarning o'qitgan bir harfining haqqini yuzlab ganch bilan ham ado eta olmaymiz. Shuning uchun ham ular har doim ehtirom va hurmatdadirlar. Ustoz qalbni uyg'otuvchi quyoshdir. Agar u bo'lmasa, haqiqat ko'rinmaydi. Ustozsiz inson yo'lsiz yo'lovchiga o'xshaydi. Ustozimizni borida qadrlaylik. U zot eng ulug' zotdir. Ustozga shuhratu shavkat kerakmas. Muhabbat kifoya, davlat kerakmas. Uni bir ko'rganda ustoz desang bas. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni muborak bo'lsin.